Hammaga assalomu alaykum. Men Aslbek Ilhomov, Cyberbro kiberxavfsizlik kompaniyasida application security engineer bo'lib ishlayman. Ushbu taqdimotimiz orqali Uznetda keng tarqalgan zararli dasturlar tahlili va jinoyatchilar izlarini o'rganish mavzularini jamoamiz bilan yoritib beramiz. Cyberbro kiberxavfsizlik kompaniyasi kiberrazvedka guruhi O'zbekistondagi davlat va xususiy sektorga tegishli bo'lgan muhim kompaniyalarga yo'naltirilgan kiberhujumlarni aniqladi. Aniqlangan zararli dastur bir nechta bosqichlardan iborat bo'lib, bir nechta bosqichlarda ko'p funksiyali zararli modullarni ishlatgan va dastlabki yuklovchi vazifasini HTTP file server bajargan va undan so'ng ushbu HTTP file serverdan yuklangan modullar hujumning keyingi bosqichlari uchun zarur imkoniyatlarni yaratib bergan. Quyida kompaniyamizning mijoziga tegishli bo'lgan korporativ pochtaga kelib tushgan zararli virusning nomini, qaysi email pochtadan kelganligini va uning hash qiymatini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Dastlabki izlanishlar natijasida ushbu zararli dastur qaysi IP manziliga ulanganligini va shu IP manzilda qanday port va servislar mavjudligini ko'rishimiz mumkin. Aslbek, interaktivniy bo'lishini ta'minlash uchun bemalol foydalanuvchilardan turli xil savollaring bo'lib qolsa orada qiziqtirish uchun bemalol bersang bo'ladi. Bu yoqda ham misol uchun qaysidir sohada shu qisman bilim bor bolalar bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Interaktivniy o'tadi-da. Tushundim, rahmat. Tushunarli. Tushundim. Quyida ko'rsatilgan TCP va servislar portlarda joylashgan va ular ichida RDP va IRC protokollari tegishli portlarda ishlayotganligi aniqlandi. Ushbu zararli dasturning texnik tahlili bo'yicha endilikda hamkasbim Ozodjon Boboqulov texnik tahlilni davom ettiradi. Rahmat. Marhamat. Xo'p, hammaga assalomu alaykum. Men Ozodjon Boboqulov, Cyberbro kiberxavfsizlik kompaniyasida reverse engineering malware analyst, ya'ni o'sha zararli dasturlar tahlili bo'yicha faoliyat yuritib kelaman. Quyida hamkasbim aytib o'tgan zararli dastur tahlillarini olib boramiz. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, texnik ma'lumotlar bizga shuni beryaptiki, zararli dastur C++ dasturlash tilida yozilganligi, u Visual Studioning 2010 versiyasida kompilyasiya qilinganligi va UPX Packer bilan paklanganligi, ya'ni xavfsizlik tizimlarini chetlab o'tish uchun shularni ko'rishimiz mumkin. Xo'p, bu yerda birinchi navbatda bizga kelib tushgan zararli dastur quyida ko'rsatilgan 5 ta dasturlarni o'zini HTTP file serveridan yuklab oladi. Ya'ni bular qadamma-qadam, ketma-ket bajariladi. Xo'p, biz bu serverga access olganmiz, ya'ni o'sha tahlil qilish jarayonida HTTP file serveriga access olganmiz, biz haqiqatdan ham bu fayllar u serverda borligini ko'rganmiz. Xo'p, teskari muhandislik, ya'ni reverse engineering qilinganda screenshotda keltirilgan assembly kodida ko'rishingiz mumkin. Wait for single object kodi keltirilgan, ya'ni bu kod umuman bu screenshotdagi kodning logikasi ko'p Citu serverlarida uchraydigan sleep va jitter texnikalarini ishlatganini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni asosiy logika bu yerda yozilgan: thread yarat, tugashini kut, handle-ni yop, ya'ni 300 millisekundga uxla va 0 qaytar. Ya'ni umumiy oddiy sodda qilib aytadigan bo'lsak, Citu server va bu implant orasidagi komandalar zadержкасы o'sha masofaviy vaqtni 3 sekundni tashkil qiladi. Xo'p, bu jarayonlardan o'tganimizdan keyin dinamik analiz jarayonida biz shularni tasdiqladikki, end-user DXM faylini birinchi navbatda bu zararli implant o'sha qurbon kompyuterda bor yo'qligini tekshiradi. Agar bu yo'q bo'ladigan bo'lsa, quyida keltirilgan URL open va shcreed Windows API lar yordamida bu faylni yaratishga harakat qiladi. Xo'p, bu fayl yaratilib, yuklab olinib, victim kompyuterga tushgandan keyin qurbon kompyuterga quyida keltirilgan XOR va RC Tor shifrlash algoritmlari birlashtirilgan holda deshifrlanadi. Bu kod stack string holatida o'sha kod zararli dastur kodi reverse engineering qilingan vaqtida kelib chiqqan. Xo'p,
o'sha deshifrlash algoritmini quyidagi misolini biz Python tilida yozib ko'rsatganmiz. Ya'ni bularning hammasi real hujum misolida olingan. Xo'p, deshifrlangan DLL quyidagi mazkur asosiy export funksiyasini bajaradi, ya'ni unda main logic bo'ladi. Xo'p, undan keyin deshifrlangan DLL program faylisidagi TCLS papkasi bor yo'qligini tekshiradi. Agar bu papka yo'q bo'ladigan bo'lsa, u HTTP file serverdan client exe binarkasini oladi. Bu jarayon qanaqa bo'ladi? Ya'ni downloadni yuklab olish jarayoni user agent sifatida process skillerni ishlatib, ya'ni o'zini u tasdiqlash kerak. Sababi misol uchun biz mitim hujum uyushtirib, u serverga xuddi shu requestni beramiz. Oddiy qilib aytganda, o'sha u o'zini implantidan kelyaptimi yoki o'sha kiberxavfsizlik xodimidan request kelyaptimi, o'shani saralab tasdiqlash uchun user agent sifatida process skiller qiymatini bajaradi. Va bu fayl muvaffaqiyatli o'sha ko'rsatilgan direktoriyaga yuklanadi. Xo'p, yuqorida ko'rsatilgan loader va download texnikalari quyidagi 3 ta asosiy etapdan bog'liq. U qurbon kompyuterga tushgandan keyin birinchi navbatda antivirus checking qiladi va DLL site loading qiladi va process injection, ya'ni jarayonga kod kiritish vazifalarini bajaradi. Biz o'sha konfiguratsiyalarni reverse engineering qilib ko'rganimizda DLL kalarni o'shada marker orqali aniq belgilab qo'yilganligi, ya'ni keyingi nimalarda slaydlarda ko'rib chiqamiz. Shell kod o'zini konfiguratsiyasini tanib olish uchun markerlar ishlatganligini aniqladik va bu orqali C2 IP'si, uni porti va qaysi protokolda ishlayotganligi. Xo'p, antivirusga qarshi tekshiruvlar qanaqa bo'ladi? Quyida keltirilgan 3 ta asosiy antivirus tizimlarini biz keltirganmiz, ya'ni WinRARdan tashqari 2 ta bo'ladi. Xo'p, nimaga Defender, Dumpuper va WinRARga tekshiradi degan savol bo'ladigan bo'lsa, implant tushgandan keyin birinchi navbatda u antivirusdan o'zini olib qochish kerak. Sababi u tushib to'la to'kis ishlashi uchun antivirus tizimlari ishlashiga xalaqit beradi. Xo'p, bu yerda WinRAR nimaga desanglar, WinRARda hozir chiqayotgan oxirgi, ya'ni latest versiyalari shunaqa antivirus tizimlari bilan integratsiyalangan holda ishlaydi. Xo'p, bunaqa bo'lgandan keyin zararli dastur zip faylda kelib tushgan. O'sha zip fayl agar WinRAR o'sha zip faylni WinRAR zararli dastur deb topmasligi uchun agar bu proseslar victim kompyuterda bo'ladigan bo'lsa, ularni quyida keltirilgan trace'dan topib vmquit xabari orqali bu proseslarni vaqtinchalik to'xtatib qo'yadi. Ya'ni jarayonlarni yuklab to'liq ish vazifasini bajarguncha. Xo'p, endilikda tepada aytib o'tgan qismlarim, ya'ni qadamlar, etaplar muvaffaqiyatli bajarilib, antivirus to'liq o'chirilgandan keyin WinWord.exe, www va ppt fayl yuklab olinadi. Xo'p, bu fayllar aslida bor yo'qligi ham tekshiriladi. Agar tekshirilganda yo'q bo'ladigan bo'lsa, bu fayllar yuklab olinadi. Hamma etaplar muvaffaqiyatli bajarilgandan keyin, agar misol uchun antivirus o'chira olmay qoladigan bo'lsa, yuklamaydi. Sababi keyingi etaplar bir-biridan nozik bo'lib ketaveradi. Xo'p, buni muvaffaqiyatli yuklab olgandan keyin oldin ochgan direktoriyasi, ya'ni program faylisidagi direktoriyasi va yuklab olgan birinchi downloaderi client exe'ni o'chirib tashlaydi sirazi va WinWord.exe ni PowerShell'da run as buyrug'i orqali administrator huquqi bilan amalga execute qilishga urinib ko'radi. Xo'p, bu yerda www loader vazifasini bajarib beradi. Yuklab olingan WinWord.exe aslida o'zi o'sha Microsoft tomonidan ishlab chiqarilgan Word dasturining originali hisoblanadi va bunda ojizlik borligi uchun u o'zini DLL-kasini o'sha WinWord dasturini execute, ya'ni ishga tushirgan vaqtida site load qilib o'sha zararlanish birinchi bosqichini boshlaydi. Xo'p, bu faqatli 3 ta qismga bo'linadi. Xo'p, aytib o'tgan qismim bo'lgandan keyin u o'sha ppt faylini bor yo'qligini tekshiradi. Agar bo'lmaydigan bo'lsa, uni ham yuklab oladi. Aslida bu ppt fayl, ya'ni PowerPoint fayl bo'lmaydi. Bu shifrlangan DLL, ya'ni Dynamic Library hisoblanadi, kutubxona. Agar bu fayl muvaffaqiyatli yuklab olinib va tepada aytib o'tgan BKDR hashing algoritmi bilan deshifrlangandan so'ng bu quyida berilgan permission, ya'ni page execute read huquqi bilan xotirani boshqa manzilga o'tiladi. Xo'p, process injection qanaqa kechadi bunda? Process injection quyidagi davom ettirilgan, ya'ni tepada davom ettirilgan proseslar yana muvaffaqiyatli bo'lgandan so'ng
SV host servisi bor Windowsda. O'sha SV host servisi yangitdan, ya'ni yangi SV host run qilinadi. Ya'ni ishga tushiriladi. Ishga tushirilganda ham qanaqa? U uxlatilgan holda ishga tushiriladi. Ya'ni u nima start berilgandan keyin sразу ishlab ketmaydi. Pauzada ishga tushadi. Pauzadan sabab bu yoqda 5 ta etapdan iborat bo'ladi. Ya'ni SV host ishga tushadi, pauza bo'ladi va unga shell kod, ya'ni zararli kod qo'shiladi. Va bu muvaffaqiyatli bo'lgandan keyin Citrate Context bilan WinAPI bilan yana o'sha instruction pointerga yozgan holda resume treat komandasi beriladi. Ya'ni o'zini ishini qilib bo'lib, o'sha SV host servisiga o'zini kodlarini tiqib bo'lgandan keyin o'sha run beradi, ishlashing mumkin deb. Xo'p, quyidagi kodda biz keltirganmiz o'sha reverse engineering qilingandagi chiqqan o'sha injection kodi, ya'ni bu qanday qilib o'sha SV host exe protsessini ochadi va unga o'sha shell kodini, o'zini zararli kodini qanday qilib biriktiradi. Xo'p, barqarorlikni ta'minlash bu virusologiyada eng katta qismlardan hisoblanadi, ya'ni persistence, tizimda barqaror qolish. Xo'p, birinchi navbatda u o'zi yuklab olgan offitsial WinWord exe-ni avtoranga qo'shadi, ya'ni quyidagi HCU registrga qo'shadi. Bundan sabab chunki WinWord execute qilindi, SV host unga subprocess qilindi va unga shell kod qo'shildi. Ya'ni u orqali ularning C2 serveriga connection boradi. Buning uchun ular tizim qayta o'chib yonganda connection lost, ya'ni tarmoq uzilib qolmasligi uchun avtoranga qo'yishi shart bo'ladi. Xo'p, avtoranga qo'yilgandan keyin yana bitta etap bo'ladi. Bu faylni attributlari o'zgaradi. Ya'ni qanday faylga qanday attributga o'zgaradi desanglar, system attributiga va hidden attributiga o'tkaziladi. Sababi bu yerda birinchi tabaqada keltirilgan fayl attribut system va hidden. Systemdan sabab tizim fayli qilib ko'rsatish shuni, hiddendan sabab uni yashirish. Oddiy narsa. Bu reverse engineering yoki malware analysisga ancha qiyinlashtirib qo'yadi bu progressni aniqlash uchun. Xo'p, injeksiya qilingan shell kod nima bo'ldi desanglar, injeksiya qilingan shell kod avvalambor o'zini konfiguratsiyasini, tepada aytib o'tgan markerlarini qidiradi. Bunda u o'ziga kerakli API'lar orqali C2 server bilan aloqa o'rnatishga harakat qiladi. O'rnatilgan aloqa keyingi bosqichlarga yo'l ochib beradi. Ya'ni etap bo'ladi. Agar o'rtada bitta error bo'lib qolsa, o'sha aytganimdek, sразу aloqani uzadi. Xo'p, dinamik API aniqlash. Xo'p, shellkod SV host exe jarayonida quyidagicha 3 ta etapda ishlaydi. Ya'ni pip bo'ylab aylanadi va o'sha PE Windows executable portable executable fayl headerlarini o'qiydi va o'sha tepada aytib o'tgan BKDR hashing, ya'ni XOR algoritmi va RC-Tor algoritmi birlashtirilgan holda o'zini deshifrlaydi va qaysi API'lardan foydalanishini, ya'ni WinAPI'lardan foydalanishini u o'ziga o'zi uqtiradi. Xo'p, pastda kod keltirilgan, ya'ni bu deshifrlash algoritmi qanday ishlash haqida Pythondagi funksiya yozib ko'rsatilgan. Xo'p, o'sha tepada aytib o'tganim konfiguratsiya mana shunday holatda ko'rinadi. Kernel 32 va NTDLL API'lari aniq bo'lgandan so'ng bu yana bir marta o'zini o'zi tekshiradi, ya'ni bu meni konfiguratsiyammi, ya'ni bu meni C2 serverimmi, ya'ni u chalkashib ketmasligi uchun. Xo'p, bu yerda eski headerlarni ko'rishingiz mumkin, ya'ni hex koddan chiqqan. Tepada kod mark bor va undan keyin server IP manzili va uning uzunligi va uning porti va qaysi protokolda ishlayotganligi va uning uzunligi quyidagicha ketadi. Ya'ni birinchi navbatda qiladigan narsasi bu placeholder bo'ladi, ya'ni o'sha o'zini o'zi belgilab oladi. Xo'p, quyidagilarcha ko'rishingiz mumkin. Biz ushbu offset manzillardan, DLL-dagi manzillardan quyidagi natijalarni chiqarganmiz. Birinchi navbatda kod mark, keyin o'sha chap tarafda xor qiymat turibdi, o'ng tarafda o'sha ulardan deshifrlangan qiymatlar. Xo'p, kod mark IP uzunligi 12, qaysi portga 4.6 ga TCP protokolda va hokazo bo'ladi. Xo'p, buni tasdiqlash uchun biz o'sha trafikni kuzatganimizda bu implant C2 serveriga 32 bitli birinchi qiymat jo'natadi. 32 bitli qiymat borgandan keyin u qabul qilib 32 bitli shell kod qaytaradi. Xo'p, biz 32 bitli shell kod yozmadik, o'sha C2 serverga jo'natmadik. 64 bitdan sinaganimizda xuddi shunaqa javob keldi bizga, ya'ni original javob keldi. Xo'p, buni tasdiqlash uchun biz o'sha implant C2 serveriga 32 bitli qiymat jo'natadi. 32 bitli qiymat borgandan keyin u qabul qilib 32 bitli shell kod qaytaradi. Xo'p, biz 32 bitli shell kod yozmadik, 64 bitdan sinaganimizda xuddi shunaqa javob keldi bizga, ya'ni original javob keldi.
Xo'p, C2 dan yuklab olgan DLL nima bo'ldi desanglar, xo'p, bu etaplar bo'lgandan keyin C2 yana DLL qaytaradi, ya'ni boshqa implantni beradi. Xo'p, bu DLL ham xuddi avvalgi Xorshi flash algoritmi va RSU-Tor birlashtirilgan holda dekriptlanadi va bu embedded DLL hisoblanadi. Agar bo'ladigan bo'lsa, bermaydi. Bo'lmaydigan bo'lsa, beradi. Xo'p. Bu nima degani? Ya'ni boya aytib o'tganimdek, bor yo'qligini tekshiradi Vixim kompyuterda. Va eng asosiy narsa bu reflective loading texnikasi hisoblanadi bu yerda. Reflective loading nima desanglar, ko'plab viruslar ishlash texnikasi o'sha implantlarni javob qaytarish, yuborishi jarayonida xotiraga yoziladi ma'lumotlar. Reflected loading esa RAM ga yoziladi. Bu uje ancha qiyinlashtirib qo'yadi mutaxassis uni aniqlashini. Sababi uje LAMda vaqtinchalik saqlanadi va ma'lumotlar bilasizlar. Xo'p, bu DLLda quyidagi 4 ta eksport funksiyalari eng muhimlari deb topildi. Va ulardan eng muhim bo'lgan ikkitasi ajratib olindi. Bu entry point bilan load funksiyalari hisoblandi. Xo'p, konfiguratsiya satrini teskari muhandislik qilib, uni original holatiga keltirish. Xo'p, tepada aytib o'tganimdek, konfiguratsiya satri xuddi shu ko'rinishda keladi, tushunmovchilik, ya'ni tushunarsiz. Xo'p, bu nima desanglar, bu birinchi navbatda buni teskari aylantiradi, bizadagi implant. O'zi qayerga nima yuborishligi haqida bilish uchun buni teskari aylantirgandan keyin undagi bor key va value'lar bilan uni deshifrlaydi. Va quyidagi chiqqan natija ham misol qilib ko'rtirganman, kalit va 2 nuqta qiymat. Shunaqa bo'lib keladi. Ya'ni, misol uchun kalit bo'ladi, 2 nuqtadan keyin IP, kalit bo'ladi, 2 nuqtadan keyin port. Shunaqa bo'lib keladi. Ya'ni, chuqurlashtirilgan jarayonda shunaqa ishlaydi. Bu bosqich muvaffaqiyatli bajarilgandan so'ng final payload, ya'ni yakuniy yuk qaytishni boshlaydi keyin. O'sha oxirgi jarayonlarga yaqinlashishni boshlaydi. Xo'p, quyida keltirilgan, ya'ni ECU registrdagi console 0 qiymati va pastidagi berilgan qiymat. Bular nima qiladi desanglar, bu fayl, ya'ni oxirgi final payload oldin bunga tushganmi yo'qmi, shu narsani tekshirib beradi. Agar tekshirilgan vaqtida qiymat 0xa44, ya'ni ushbu qiymat bilan qaytadigan bo'lsa, demak bu mavjudligini bildiradi. Agar mavjud bo'lmaydigan bo'lsa, yana xuddi oldingi etaplardek yuklab oladi va page execute read write bilan har safar yuklagan vaqti xotiradagi manzilini o'zgartiradi. Xo'p, keyingisida bu DLL o'zi oxirgi payload nima desanglar, bu modul DLL bin deb hisoblanadi va uni Xorshi flash algoritmining maxsus yashirin kuluvchi kaliti boshqacha bo'ladi. Ya'ni u quyidagi misolda keltirilgan va u saqlangandan so'ng konsol registrida shu qiymat bilan yozib qo'yiladi. Xo'p, final payload nima desanglar, aslida biz tekshiruvlar jarayonida biz shunaqa xulosa keldikki, VLRAT bo'lib chiqdi bizadagi zararli fayl. VLRATning o'zi oxirida o'sha final payload bo'lib kelyapti va bu VLRAT kimga tegishliligini biz qidirganimizda internetdan va ko'plab community deydi-ku, o'sha ommalarning fikriga qaraganda VLRAT Silverfox, ya'ni APT41 nomi bilan tanilgan APT kiberjinoyatchilik guruhiga tegishliligi bilindi va bu APT41 kiberjinoyatchilik guruhi Xitoyga tegishli deb bilinadi va umumiy oladigan ma'lumotlari va yangilangan ma'lumotlari shu tablitsada keltirilgan, ya'ni o'sha kompyuter nomi, Windows versiyasi o'shanaqa zararlangan dasturdan shu ma'lumotlarni oladi. Xo'p, bu dasturning eng oxirgi versiyalarida biz izlanish jarayonida shu narsani bildikki, bunda bot ID yaratish jarayoni ham qo'shilganligini bildik. Xo'p, bu nima desanglar, bu narsa o'sha botnetga o'xshagan narsa hisoblanadi. Har bitta zararlangan kompyuterni o'zining unikal raqami bilan identifikatsiyalaydi. Xo'p, bu jarayonlar quyidagi keltirilgan proseslardan ma'lumotlarni yig'adida MD5 qilib hammasini bitta qiymatga joylashtirib o'zini C2 serveriga jo'natadi va shundan so'ng zararlangan operatsion sistemaning unikal raqami paydo bo'ladi ularning databazida. Xo'p, biz original hujumdan ushbu kodni olib Pythonda misol qilib keltirdik, hamma tushunish uchun. Tepada aytib o'tgan bot ID yarash jarayoni xuddi shu yo'nalishda bo'ladi.
Xo'p, aytib o'tganimdek, yangi qo'shilgan buyruqlar, ya'ni yangi versiyaligini tasdiqlaganimizdan so'ng yangi qo'shilgan buyruqlar quyidagi rasmda keltirilgan o'zgartirishlar. Xo'p, biza kompaniyamiz mutaxassislari bilan umumiy xulosaga kelib, uning ishlash jarayoni texnikalarini xaritasini chizganimizda shu ko'rinishga olib keldi. Ya'ni downloaderdan keyin client.exe va o'sha Vortex fayli, undagi DLL site loading va oxirida final pilotga olib chiqib beradigan, ya'ni zararlangan svhost.exe servis, ya'ni protsessi hisoblanadi. Xo'p, Valorant yoki uning ikkinchi nomi borligi ham aniqlandi, Windows degan. Bu 2023-yil boshlarida o'sha Xitoy mamlakatiga tegishli kiberxavfsizlik kompaniyasidan tomonidan aniqlangan bo'ladi. Ya'ni u eski versiyalari hisoblanadi. Bundan keyin ko'rinish bermagan. Va oxirgi paytlarda ko'rinish berdi va uning asosiy tarqalish progressi qanaqa bo'ladi? O'sha основной jo'natib zararlanish birinchi qadamlari phishing orqali, o'sha korporativ email pochtalar orqali bo'ladi. Xo'p, indicator of compromise IOClarni ko'rishingiz mumkin, raqamli izlar, ulardan olingan MD5 hashlari va ularning qiymatlari, ya'ni nimaligi. Birinchi etap, ikkinchi etap, uchinchi etap, to'rtinchi etaplardan olinganligi. Xo'p, bu yerda ko'rishingiz mumkin qaysi IP lar bilan bog'langanligi va ularning asosiy C2 IPsi qaysi birligi va men oldingi slaydda ko'rsatib o'tdim. Oxirgi IP ularga C2 serveriga bog'liqli bo'lib chiqdi va HTTP fayl serveri ham shundan foydalanganlik bo'lib chiqdi. Bu lekin dinamik o'zgarib turishi kutilmoqda, sababi aniqlanishini oldini olish uchun. Bu yerda ko'rsatilgan tarmoq bilan bog'liq bo'lgan raqamli izlar ko'rsatilgan. Xo'p, biza yana bir qaror o'sha MitraAttack bo'yicha qarorga kelganimiz, bu zararli dastur biza tahlilimiz jarayonida quyida keltirilgan MitraAttack texnikalaridan foydalangan. Xo'p, endigi navbatni tahlilimiz natijalarida aniqlangan asosiy deb bilingan ushbu IP manzil bo'yicha raqamli izlarni yanada tahlil qilish olib borish uchun hamkasbim Ziyodulla akaga beraman. Rahmat. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Ziyodulla, CyberPro kompaniyasida DevSecOps injener bo'lib ishlayman. Yuqorida shu hamkasblarim aytib o'tdi. Zararli dasturni texnik tahlili natijasida aniqlangan C2 serverning IP adresi bo'yicha ba'zi bir ma'lumotlarni ko'rib o'tamiz. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, zararli dasturimizning IP adresi ushbu rangeda joylashgan. Ya'ni bu range AQShga tegishli Wapaline Technology kompaniyasi tomonidan shu Wapaline Technology kompaniyasiga tegishliligini ko'rsatmoqda, ya'ni ular tomonidan nazorat qilinadi. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, zararli dasturning IP adresida Windows server ishlab turibdi va unda yana bir nechta servislar ham ishlab turganini ko'rishimiz mumkin portlari bilan. Bu yerdagi screenshotimizda pastdagisiga masalan e'tibor berasizlar. Ya'ni zararli dasturning IP adresiga bog'langan turli xil domain name'larni ko'rishimiz mumkin. Yuqorida esa oxirgi faol domain name'i ulangan turli xil boshqa IP adreslarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu orqali shu ko'rishimiz mumkin, ushbu kiberjinoyatchi guruh ancha yillardan beri faol tarzda harakat qilmoqda. Bu yerda Valorant zararli dasturning boshqaruv paneli aniqlangan. Bu boshqaruv panel shu Silverfox aptisiga tegishli. Oxirgi screenshotimizda ko'rishimiz mumkin, mijozimizning korporativ pochtasiga kelib tushgan zararli dasturni va unga shu zararli dasturni yuborgan domain email ma'lumotlarini ko'rishimiz mumkin. Biz ushbu domain email ma'lumotlaridan foydalangan tarzda pastda sanab o'tilgan turli xil, ya'ni pastda sanab o'tilgan zararlangan domain ma'lumotlarini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu emaillar ham xuddi shu mijozimizning korporativ pochtasiga o'xshab zararlangan bo'lishi mumkin. Xo'p,
Xulosa tariqasida shuni aytishimiz mumkinki, Xitoyning Silver Fox kiberjinoyatchi guruhi Markaziy Osiyo davlatlari, xususan O'zbekistonning xususiy va davlat sektoridagi muhim ahamiyatga ega tashkilotlariga faol tarzda hujum qilib kelmoqda. Kompaniya mutaxassislari ushbu hujumlarni oldindan bartaraf etish uchun texnik tahliliy ma'lumotlarni bizning blogimiz orqali olishlari mumkin. E'tiboringlar uchun rahmat. Rahmat kattakon.